Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barlik qarindoshlarimiz Allohning salomati va mag'firati baraka olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 54-cho'ng gunoh Allohning mu'min bandalariga azor berish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Ahzobning 58-oyatida bunday deydi. Mu'min erlar va mu'min ayollarga ular qilmagan ishlarni chaplab ularni ranjitadiganlar shu bo'xtonni va ro'shan gunohni o'zining ustiga ilib olganlar bo'ladi deydi. Sura Shuaroning 215-oyatida bo'lsa Alloh taolo sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin dedi. Bu yerda mu'min bandalarga azor bermay muloyim bo'lganda shart. Bu yerda mu'minlarga azor berishdan ig'ir gunoh ishkanligi bu yerda o'tirib qo'yilyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Alloh taolo bunday deydi: kimki mening do'stimga dushmanlik qilsa, men unga qarshi urush e'lon qilaman. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Allohning do'sti bo'lishga tirishish kerak. Allohning roziligi uchun do'st bo'lish, Allohning roziligi uchun dushman bo'lish Allohning buyurgan ishi. Shu chaqda Allohning do'sti bo'lg'ili bo'ladi. Allohning do'sti bo'lsa, Alloh taolo uningga urush e'lon qilgan odamga Alloh taoloning urush e'lon qilganligi bayon qilinadi. Yana bir rivoyatda kimki mening do'stimga dushmanlik qilsa, haqiqatan unga qarshi urush e'lon qilgan bo'ldi deyilgan. Bir hadisda bunday deyildi: Abu Sufyan texi islomga kirmagan vaqtda bir qancha odam bilan kambag'al sahobalardan Salmon, Suhayb va Bilal qatorliqlarning yenidan o'tib ketayotganda ular, ya'ni sahobalar, Allohning qilishlari Allohning dushmanidan haqqini texi ololmadi dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu sahobalarga Qurayshning kattasi va oqsoqoliga mushundaq so'zni qilamsan dedi. Keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanına kelib bo'lgan gap so'zlarni unga aytib bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Bakr, sen ularni xafa qilib qo'ygan bo'lishing mumkin. Agar ularni xafa qilib qo'ygan bo'lsang, haqiqatan Allohni xafa qilib qo'ygan bo'lsan" dedi. Shuning bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu darhol ularning yeniga berib: "Ey qarindoshlarim, sizlarni xafa qilib qo'ydimmi?" deb so'radi. Ular: "Yo'q, Alloh seni afv qilsin" dedi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Shuningga qarindoshlar, Allohning mu'min bandalarini xafa qilib qo'yishdan, ularga azor berishdan saqlanishimiz kerak. Alloh taolo Sura Kayfning 28-oyatida bunday deydi: "Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qiladiganlar, ya'ni ojiz kambag'al musulmonlar bilan savrchan bo'lgan holda birga bo'lgin." Sura Kayfning 28-oyatida mana Alloh taolo uchun ibodat qiladiganlarning ojiz kambag'allashganligi bayon qilinadi. Bu oyatning nozil bo'lish sababiga kelsak, ilgari avatilgan har qanday payg'ambarga dastlabda iymon keltirgan kishilar kambag'allar bo'lganidek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mu dastlabda iymon keltirganlar kambag'allardan iborat edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Salman, Suhayb, Bilal va Ammar ibn Yasirga o'xshash kambag'al sahobalar bilan birga o'ltirib suhbatlashadi. Mushriklarning kattalari payg'ambarlarning alomati shuki, ularga eng dastlab kambag'allar ergishdi degan so'zni anglagandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hiyla-mikr ishlatib, uning yenidan kambag'al musulmonlarni qo'g'lab o'tish uchun uning oldiga kelib: "Ey Muhammad, kambag'allarni yenidan haydab o'tgin, chunki seni ular bilan birga o'ltirishingga ko'nglimiz unmaydi. Agar sen ularni yenidan haydab o'tsang, katta insonlar va boshqalar sana iymon keltirdi" deydi. Shu chaqda Alloh taolo
Allohning roziligini deb atiganda oqshomda Parvardigoringga ibodat qiladiganlarni yeningdan qo'g'lab etmagin degan oyatni nozil qildi. Ya'ni sura An'amning 52-oyatini nozil qildi. Mushriklar bu hiylasini amalga oshirolmagandan keyin, ey Muhammad, agar ularni haydab etmaydigan bo'lsang, bizga bir kunni tayin qilgin, ularga boshqa kunni tayin qilgin dedi. Şunun bilan Alloh taolo buni oyatni, ya'ni sura Kayfning 28-oyatini sen Parvardigoringning roziligini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qiladiganlar, ya'ni ojiz kambag'al musulmonlar bilan savrchan bo'lgan holda birga bo'lgan. Hayoti dunyoning zibu zinnatini, ya'ni mushriklarning cho'nlarining suhbatini deb ularni ko'zga ilmay qolmagan degan oyatni, ya'ni moddiy dunyo berilib ketganlar, moddiy dunyoga berilib ketganlarning suhbatida kambag'allardan yuz o'raydigan va ularni tashlab qo'yadigan ishlarni qilmagan degan oyatni nozil qilgan. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularga nima deb javob berishning lozimligini ta'lim berib mundoq deydi. Ya'ni sura Kayfning 29-oyatida, ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xalqa odam iymon etsin, xalqa odam kafir bo'lsin degan. Ya'ni Alloh taolo sura Kayfning 29-oyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kafirlarga qanday javob berish to'g'risida ta'lim berib, ey Muhammad, sen ularga bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Boshqa odam tepagan emas yoki men tepagan narsa emas. Buningga xalqa odam iymon etsin, xalqa odam kafir bo'lsin degan deb Alloh taolo buyruq qilyapti. Mana dindagi erkinlik degan gapning o'zi mana shu yerda. Dindagi erkinlik. Dinga kirish kirmaslik insonning erkinligi deb darslarda mayli qanday o'limalar bo'lsin so'zlaydi. Bu dinga kirib bo'lgandan keyin erkinlik emas. Kirib bo'lgandan keyingi erkinlik emas. Bu Allohning buyrug'i bu. Kafirlarga nisbatan erkin. Ularga faqat o'sha gapni deb qo'ysaqlar kifoya bo'ladi. Qur'on insonningki yozgan kitobi emas, yoki payg'ambarlarning o'zi xohlagancha tepagan kitobi emas, yoki sahobalarning undan keyingi ahli ilm o'limalarning yozgan kitoblari, dasturlari emas, u faqat Alloh tarafidan nozil bo'lgan samaviy kitob. Xalqa odam iymon etsin, xalqa odam iymon etmay kafir bo'lsin degan deb Alloh buyruq qiladi. Mana bu erkinlik. Dinga kirish, kirmaslik erkinligi bor. Ammo kirgandan keyin Allohning buyruqlarining hammasiga amal qilish, u islomiy erkinlik bo'ladi. Bu yerda xohlagancha kirib, xo'sh yaxshi kirib turib, xo'sh yaxshimsa, chiqitman deb chiqitgan ish yo'q. Unday ish yo'q. Kirish kirmas erkinligi shuni bilan tugaydi. Bu yerda faqat kirgandan keyin islomiy erkinlik bo'ldi. Kirmasa kofirlik erkinligi bo'ladi, ketaverdi shular. Shuni bilan Alloh taolo ular boy bilan kambag'alning misolini bayon qilib, sura Kayfning 32-oyatida mundoq deydi. Ular, ya'ni kambag'allarni yenidan qo'g'lab o'tishini talab qilgan kofirlarga mundoq biri mo'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ta'lim beradi. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofi xormizorliq ikki bog'ning o'ttirisi ekinzorliq bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Sura Kayfning 32-oyatida mana shunday deydi. Sura Kayfning 45-oyatida bo'lsa Alloh taolo bunday deydi. Ey Muhammad, ularga, ya'ni kishilarga dunyo tirikchiligi haqida bunday misolni keltirgin. U shuningga o'xshaydiki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik.
Şu su bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib bo'liq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. Mana bu sura Kayfninki 45-oyati. 45-oyati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kambag'allarni nihoyatda izzatlaydi va hurmat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan chog'da ularni birga hijrat qildi. Ular Madinadagi masjidning supsida istiqomat qilganligi uchun ular supa ahli deb atalgan edi. Ular umrini taat ibodat bilan o'tkazadi. Madinaga yangi hijrat qilib kelgan kambag'al muhojirlarning qo'shilishi bilan ularning soni kundan-kunga ko'paydi. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Ular Alloh taolo o'zining do'stlari uchun tayyorlagan nozik ne'matlarga shohid bo'lgan va u ne'matlarni iymon nuri bilan ko'rgan edi. Shuna ularning qalblari moddiy narsalarning hech biriga qiziqmaydi. Ular har doim bundoq iltijo qiladi. Ey Parvardigorimiz, biz yolg'iz Sanga ibodat qilamiz. Sanga bo'yin egimiz, Sanga sajda qilamiz. Sening hidoyating bilan hidoyat topamiz va to'g'ri yo'lga erishimiz. Sanga tavakkul qilamiz. Sanga tayinimiz. Sening zikring bilan huzurlanamiz. Seni zikr qilish bilan xo'shal bo'lamiz. Faqat seni yaxshi ko'rish maydonida yuksilimiz va kezib yurimiz. Yolg'iz sening roziligingni qo'lga keltirish uchun amal qilamiz va ter to'kamiz. Sen bizni huzuringdan haydasangmi, biz hargiz ayrilmaymiz. Mana bu sahobalarningki duosi, sahobalarningki aqidasi, sahobalarning e'tiqodi. Mana shu chog'da Alloh taolo ularning yo'llarini ravon qildi. Ular haqida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bundoq xitob qildi. Ya'ni sura An'amning 52-oyatida Alloh taolo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Allohning roziligini deb aytganda oqshomda Parvardigoriga ibodat qiladiganlarni yeningdan qo'g'lab o'tmagin deb xitob qilgan. Ya'ni Parvardigorni zikr qilish bilan kunni kech qiladigan, Parvardigorning bo'sog'isiga talmirib tong atqizadigan qavmni yeningdan hargiz haydamagin. Turar joyi masjid, yetmoqchi bo'g'ini va xo'jayini Alloh, ochliq bo'lsa oziqliqqa bo'lgan insonlar uxlayotgan chog'da kechini uyqusiz o'tkazgan, kambag'allik va nomrodlik alomati bo'lgan, miskinlik va hayo yepinchisi bo'lgan, himmat va iroda chulvurini Rabbining bo'sog'isiga bog'lagan, yuzlarini munojat mehroblariga yuzlantirgan ana shu qavmni yeningdan hargiz qo'g'lamagin. Muhtojlik umumiy va xos deb ikki xilga ayrildi. Umumiy muhtojlik har qanday mu'min va kofirning Allohga muhtoj bo'lishidan iborat sifat bo'lib, Alloh taolo sura Fatirning 15-oyatida mundaq deydi: Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Allohga muhtojsizlar deydi. Alloh insonlarga muhtoj emas, insonlar Allohga muhtoj. Allah insonlarning hech qanday amaliga, ibodatiga, boshqa nimasiga muhtoj emas. Alloh faqat inson va jinlarni o'ziga ibodat qilish uchun yaratgan. Unga muhtoj emas. Xohlasa ibodat qilsin, xohlamasa qilmasin. Jazo, mukofot aniq qiyomat kuni. Shuningga xos muhtojlik bo'lsa, Allohning valilari va yaxshi ko'rgan bandalarining sifati bo'lib, ular dunyolikdan qo'l uzgan, qalbi moddiy hayotdan xoli bo'lgan, Alloh bilan mashg'ul bo'ladigan, Alloh bilan ishtiyoq bog'lagan, Alloh bilan xoli qilishdan halovat oladigan mu'min kishilardir. Bu deganlik faqat butun hammashini tashlab qo'yib, Allohga ibodat qilib, kechki namoz o'qib, masjiddan chiqmay o'tirdi degan gap emas. O'zining tirikchiligini qilib, namoz vaqti bo'lganda darhol o ishni qo'lidan tashlab qo'yib namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan,
Kişileri yalnız kalganda kopap Allah'a yığlap, Allah'tan özünün günahlarını mağfiret tilaydigan, namaz o'qiganda oldin Allohning tug'anligini his qiladigan, uni his qilolmagan chog'dimi, men Allohning dargohida turyapman deganini his qilib, butun vujudi, butun qalbi Allohga bag'ishlangan holda turadigan mo'min kishilar da'vatida. Allah sana munajat qilishning halovatini bizga tetik qil. Bizni o'zing rozi bo'ladigan yo'lga boshlagan. Sendan yiroqlashtiradigan, barliq narsalardan yiroqlashtirgan. Sen yaxshi ko'radigan bandalaringga osonlashtirib bergin, haq yo'lni bizga osonlashtirib bergin, bizni ko'rsatib bergin, bizni ota-onamizni va barliq musulmonlarni afo qilgan, bizningki shu vatanimizni tajovuzchi Xitoy kofirlariniki mehnat topindan tezroq qutuldirib bergin, barliq Uyg'ur musulmonlarni o'zimizning vatanda sen bizga ato qilib bergan shu munbat tuproqda o'zimizningki yeriga, o'zimizning vataniga, o'zimizning erkin mustaqil davlatiga deb xo'shal-xo'ram yashab Allohga bütün aqidimiz, e'tiqodimiz bilan mustahkam turib ibodat qilishga nisb qilgan darslarimizni barliq qarindoshlarimizga manfaatli qilib bergin.